Yemoq ichmoqga nima beryapsiz? Shuni ham bir to'liqroq ma'lumot berib ketsak, oriq oyoq baquvvatligiga alohida e'tibor berib qo'yasiz akalar. Yemoq, ichmoq, sog'lik, salomatligiga bir hafta emas, 10 kun kafolat izlayapsizmi? 7 ichisini ekranlarda ko'rib turibsizlar. Videoni oxirigacha ko'ring, bitta laykni mixlang. Xudo xolasa biz sizlarga Qirg'izistonni toza 100 talik arashalarni chiqarishda davom etamiz. Assalomu alaykum. Chorvadorabek YouTube kanalining ashaddiy obunachilari, bizni muntazam kuzatib, qo'llab-quvvatlab kelayotgan aka-ukalar. Biz bugun Namangan viloyati To'raqo'rg'on tumani, o'sha mashhur qishloq arzonchilar, optimchilar yig'ilgan qishloq, Saroy qishloq, Toshloq mahallasida bir dehqon akamizni ishonchli yemoq ichmoqga, sog'lik salomatligiga 100% kafolatli qo'ylarni sizlar uchun soni 10 dona. Lekin 10 dona bir joyga tortdim degan akalarimiz uchun xudo xolasa bitta sut qo'zini bonus qilib beraman degan Chopar akamizni, dehqon akamizni qo'y qo'rida turibmiz akalar. Videoga bittadan laykni mixlang, biz sizlarga to'liq ma'lumotni berishga harakat qilamiz. Akalar, mana xudo xolasa qo'ydi orqa razmerlari, dumbarazaz, oyoq qo'llari baquvvatligiga, alohida oriq oyoq baquvvatligiga alohida e'tibor berib qo'yasiz akalar. Soni 10 dona, bir pachka xudo xolasa. Mana bu sut qo'zimiz xudo xolasa. Bir joyga oldim degan akalarimiz uchun xudo xolasa bunisi bonus sifatida ketaveradi. Assalomu alaykum aka, yaxshimisiz? Yaxshimisiz? Charchamay, sog' salomat. Ishlar yaxshimi? Allohga shukr, rahmat. Charchamasdan. Sog' salomatmisiz? Amon eson. Aka, xudo xolasa obunachilarimizga qo'yiladi, udorini irinibsiz-da, xudo xolasa. Xudo xolasa mana shu dekanchilikda bo'lib qolgan. Biz ham og'animizga incha bo'lgan, o'tgan yil olingan, qo'ziligida olingan qo'ylar. O'zimiz ham dekanchilik qilib yuramiz, cho'pamiz asli. Kelib chiqishimiz. Chiqishamiz cho'pamiz, xudo xolasa. Shuni orqasida tirikchilik qilamiz. Tirikchilik albatta, xudo xolasa. Aka, bugun nahla xudo xolasa bomba bo'ladimi? Bomba qilib beramizda, bomba qilib, xudo xolasa. Gap yo'q, yaxshi. Xudo xolasa. Joningiz sog' bo'lsin. Yelda xizmatida ekansiz mana. Hop, aka, buni yemoq ichmog'iga hop hamma savdogarlar bir hafta kafolat berishyapti. 10 kunga javob. Mana yeb ichib turibdi hozir. Yeb ichib turibdi. Bo'ktirib, oyoq qo'lini sindirib qo'yishmasa, 10 kun kafolat beraverasiz. Sog'lik salomatligiga hech gap yo'q. Sergo'sh. Joningiz sog' bo'lsin. Sergo'sh variantidan kelajagi bor. Aka, bunga yemoq ichmog'iga nima beryapsiz? Shuni ham bir to'liqroq ma'lumot berib ketsak, olgan odam qo'shsa qo'shadiki, o'shandan kamaytirmaydi-da, assortiment. Bug'doyda pishirib beramiz biz. Bug'doyda o'zini pishirib beryapsiz. Pishirib beramiz. Shu yemishi mosh kukun bormi? Mosh to'pon. Aha, mosh to'pon. Ha, yaxshi. Hop, aka. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Yana bir bor sanab oldik. Soni 10 dona. Videoni cho'zmaylik. Ro'za Ramazon kunida akalarimiz aloqaga chiqishgani shoshilishadigan narx aytaylik. Narxi nima deymiz narxini? 52 dan kami bor. Qancha kami bor? Endi kamini qilib beramiz, xudo xolasa, yaxshilab qilib beramiz. Bu aka qarang-da. Hozir savdogar akalarimizni ham chiqarib yuramiz-ku. Jicha baland etib qo'ydingiz-da. Endi aka biz o'rtadagi xolis odamda kelishtiramizmi? Qancha kamaytirinchi qo'lni berinchi qani? Bismillah. 5 dan bo'ladimi? 5 dan? 5 dan. Voy, 5 dancha baland etyapsiz. Qanchadan qilib bersa bo'ladi? 4,5. Yo, 4,5 dan o'xshamay qoladi-da bizga ham. Ya, o'xshamay qoladi, 7 ishchilari bor, hammasi bor. To'g'ri-yu, endi misol sizdan olgan odam ham baraka topsinmi? Sizdan olgan odam baraka topib, bizni kanalda orqasidan olganlar ham baraka topsinmi? Yaxshi kanaldan olgandim, xudo xolasa mana foyda qildim, arzon oldim. Obunachi bo'lay. Mana bu do'stimni, mana bu o'rtog'imni yo akamni qo'shayin shu kanalga degan fikr o'tish kerak-da aka. Shuning uchun biz imkon boricha talashib, tortishib, obunachi tomon bo'lishga biz harakat qilamiz. 5 milliondan aka mana qarang-da. Savdogarlarda haqiqatan so'rab qo'ylar. O'shani hisobiga siz dehqonsiz. 100 ming, 50 ming, aqabaqa 200 ming arzonroq sotsangiz, xudo xolasa yaxshi bo'laveradi. Xo'p, qo'lni bering aka. O'ting yana. Dadil o'ting. 100 so'm o'tsam bo'ladimi 100 dan? Aka, siz cho'ponsiz, siz savdogar bo'lib ketyapsiz lekin. O'tdim mana 48 dan bo'ladimi? Yo'q. Qanchadan bo'ladi? O'ting. O'ting aka. Dadil o'ting. O'ting aka, o'ting. 47 dan bo'lar, biz bitta bonusga mana ketdi. Bir gap aytaymi? Shuncha tushdingiz. Qo'shmadi demak aka, xudo xolasa men mana 100 ming qo'shdim. 4 million 600 mingdan. Optim bir joyga oldim deganga ashi qo'zichoqda aka bonus hammasi bonus qilib berasiz. Bonus qilib beramiz. 4 million 600 mingdan akalar tavsiya qilsa bo'laveradigan variant, xudo xolasa. Kunimiz, yuzimiz yorug' bo'ladi, olib baraka topadigan variantlar. Sababiki aka 2 oylik, 3 oylik qo'ziladi, sut qo'ziladi ham, narxni oladi, ko'rib turibsizlar. Qancha 3 million, 3,5 har xil narxda chiqib boryapti. Lekin xudo xolasa buni olasiz,
Sirasiz foydaga kirasiz. Qurbonlikka o'zi xotirjam yetiladi. 46 dan xursandmi, baraka beraverasizmi? Barbaraka soatdi. Barakasini bersin aka, xudo xolos. Akalar tavsiya qilamiz. 4 million 600 mingdan. Bo'y bastalarni hozir bir qator o'lchab qo'yamiz. Kimgadir kerak bo'lsa, bemalol aloqaga chiqaverasizlar, xudo xolasa. Xo'p, akalar, mana yana bir bor qo'ylarda ko'rib olinglar. Yemoq, ichmoq, sog'lik, salomatligiga bu bonusimiz qo'chqormi yo? Sovliq, ulg'an. Sog'liq, xudo xolasa. Nima sababdan buni o'zini boqyapsiz? Bu egiz bo'lgan, egizdan ayirib olingan. Bittasi dalada. Bittasi dalada. Nimaga siz egiz boqmaysiz aka? Buni ham bir sababini bilib ketaylik. Egizda endi bitta bola bilan ena ham yaxshi ketadi, bola ham yaxshi ketadi. Ikkita bola ikkalasi ham yaxshi bo'lmaydi. Yaxshi bo'lmaydi. E'tibor kamroq bo'lib qoladi. Endi siz sharoitingizda dalada boqasizda, yem-pem berish ozgina muammo bo'ladi. Xuddi yaxshi. Aka, bu bo'lsa buni bir qator bo'yini o'lchaylik. Xo'p, mana bu eng kattasi aka, mana shu ikkitasi bundan bitta o'lchaylik, keyin kichkinasini o'lchaymiz, a? Mana shuni o'lchangda, mana masini. Akalar, mana 80, 78, 75 pilsga olasizlar xotirjam. Metrimiz yerda. 75 pilsga kattasi. Hop, kichkinasini o'lchab qo'yamiz endi. Eng kichkina qo'yimiz akalar mana qancha? 75. Buni ham 72, 71 ga xotirjam olasizlar. Metrimiz yerda, xudo xolsa. Bo'ldi, qo'yaveringlar. Hop, obunachilar. Bemalol tavsiya qilamiz. Bir joyga oling, maza qilib boqib, foydani qiling, soqqani qilasiz. Foydasi xudo xolasa o'zi bilan. Foydasi akalar, xudo xolasa mana sizga tan, zarari Cho'pon akamizga tan. Olinglar, xudo xolasa. Men shaxsan tavsiya qilaman. Kimgadir qiziq bo'lsa, narxi yoki qo'ydi holati bemalol aloqaga chiqaverasizlar ekrandagi nomerlarga. Mana bitta bonusli ham bo'lib qolasizlar, xudo xolasa. Aka, bu nima yeyapti hozir? Akalariga qo'shilib nimadir yeyaptimi? Yo'q, bu o'sha oxirgi nima bo'lsa, o'shandan kelib yeyapti. Ertaman kechqurun bir shishadan sut ichyapti. Bir shishadan sut ichyapti akalar. So'skaga urgangan, o'zi ichaveradi. Shunda shishani ko'rsa yugurib keladi. Yugurib keladi. Bir men ham boqqandim. Hop, aka, qarang, buni tanlab olish endi har kim 10 tani ola olmasligi mumkin-da. Tanlab olishga nima qilinadi? Endi plus bo'ladi-da, tanlab olish. Plus minusi bor, xudo xolasa. Plus minus bo'lib qolibdi endi. Ha, bo'ldi. Endi misol har kim yoki 5 dan olaman, 4 dan olaman, 2 dan olaman deyish mumkin-da. O'shanga qarab turib, narx-navoni kelishaverasizlar, o'z vaqtida. Plus o'ta baland to'p ketmaydimi? Yo'q, plus bu baland qilib bermaymiz. Xudo xolasa xursand qilib beramiz. Xursand qilib, akalar, mana dehqonni olaman deb izlayapsizmi? Aloqaga bemalol chiqavering. Ishingiz bitadi. Bitadigan variantda akalar. Telefonda katta qo'y, kichkina qo'y katta ko'rinyapti. Lekin qo'ylarning holati ideal darajada, a'lo darajada. Bozordan yoki optimchi akalardan olasizmi, kimdan olasiz? Lekin dehqonniki baribir arzon. Shuni eslangdan chiqarmanglar. Tavsiya qilamiz. Sizlar bilan keyingi videolarda ko'rishguncha xayr, sog'-salomat bo'linglar. Albatta bittadan like maqlab, kanalga obuna bo'lib, do'st-yo'l tanish bilishlarga videoni podelisak qilishni